Beadad hamd sanolarimiz bo'lsin. Bizlarni Habibimiz, bizlarni qiyomat kunidagi shafaatchimiz bo'lgan Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga durud tahiyot, salovat va salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, mana Xufton suhbatlarida davom etar ekanmiz. Inshaalloh sizu bizlar bugunlik suhbatimizda Unvonul bayon, Bo'stonul azhon Shayx Abdulloh Shibroviyning asarlaridan 8-darsimiz. Qolal hakimu man va'azaka faqat ayqazaka. Kimiki sizga va'z nasihat qilsa, sizni uyg'otibdi. Va man bassaraka faqat nassaraka. Kimiki sizni ko'zingizni ochgan bo'lsa, uyg'otgan bo'lsa, nasihat qilgan bo'lsa, bas sizga yaxshilik qilibdi. Va man awdaha va bayyana faqat nasaha va zayyana. Kim izohlasa va ochiq oydin bayon etsa, samimiyat ko'rsatibdi va ziynatlabdi. Va man hadara va basara fama g'adara va ma qasura. Kimiki mana shu va'z nasihatlarga quloq soladigan bo'lsa, eshitadigan bo'lsa, uni hayotida tatbiq qiladigan bo'lsa, u xiyonat qilmabdi. Yaxshilikni o'z o'rnidan boshqa joyga ishlatish zulmdir. Qandaydir yaxshilik qilishga imkoniyat tug'ilib qoldimi, joyida o'sha narsani urib qo'ysak, biz o'zimizga savob amalimizga yozib qo'yadigan bo'lsak, ana yaxshilikni o'sha joyiga ishlatgan bo'lamiz. Keyinroq qilaman, undaqroq qilaman. Misol uchun yo'lda bir oddiy cho'p turgan bo'lsa ham, yaxshilikni o'rni kelib qolibdi-yu deb turib, darrov olib bir chekkaga olib qo'yadigan bo'lsak ham, ayni o'sha yaxshilikni o'rnida ishlatgan bo'lamiz. Shuning uchun fursat tug'ildi, imkon tug'ildi degungacha mana shunaqa foydalanib qolish kerak bo'ladi. Ahmoqona boshqaruvning zavoli tez bo'ladi. Kimdiki shuni qo'liga o'tibdimi endi tashkilot, shuni qo'liga o'tibdimi rahbarlik deysiz, u ahmoqona insonligini bilasiz va ahmoqona boshqaruv qilishini ham bilasiz. Qaysidir bir tashkilot, shirkat, qanday bir majlismi, boshqami bo'ladigan bo'lsa, u ahmoqona u yerdagi boshqaruv ketyaptimi, demak uni zavoli tez bo'ladi. Tez o'sha tagidan yo'q bo'lib ketadi o'sha narsa. Qandaydir firmami, tashkilotmi, qanaqa bo'ladigan bo'lsa ham o'sha oqilona siyosat yuritadigan inson yuritish kerak bo'ladi. Kishining yolg'izligi yomon bilan oshno bo'lishdan yaxshiroqdir. Mana yolg'iz qolishlik yomon ulfatlar, yomon oshnalar bo'lgandan yaxshiroq. Undan ko'ra o'sha bitta bo'lib yomon ulfatlardan kechib o'sha yakka tug'ma bo'lsa ham o'shanday bo'lib yuravergan yaxshi ekan, yomonga ulfat bo'lgandan ko'ra. Nafsingdan qochishing sherdan qochishingdan avvalroq. Ko'ryapsizmi? Nafsdan qochishlik. Nafs bilamiz, sizu bizlarni shaytonda nafs tug'yonga boshlaydi. Bir nimani o'sha o'ziniki qilishga boshlaydi. O'zining rohatini istaydi nafs. Nafsni biz qiynamasak, bizni shaytonga yetaklaydi. Nafsingdan qochishing, ana biz nafsga quloq solmasligimiz sherdan qochishdan avvalroq ekan. Sher nari borsa, sizu bizni mana go'shimiz yeydi-da, jasadimiz yeydi, o'zimiz yeydi sher. Lekin bu nafs esa bu dunyo, bu hayotimizdagi jismimizni ham, hayotimizni ham yeydi va oxiratimizni ham yeydi. O'shaning uchun nafsga qilingan jihod eng oliysi hisoblanadi. Ayol zotida vafo yo'qdir. Endi misol solihalarda bordir, lekin aksarida buni boshidan o'tkazganlar biladi. 1000 yaxshilik qilasiz, bitta yomonligingiz o'sha 1000 yaxshilikni yuvoradi kerak. Ayol kishi bilan muomalat qilishlikda ham o'sha o'rtamiyonalikni ushlagan yaxshi. Bu ahli ayol nafaqasini qisib tashlashlik emas bunda, balki o'rtadagi qandaydir masofa bo'lsa, o'shasi yaxshi. Misol uchun hadeb buni ichiga kirib ketib aymaqi bo'lib ketgandan ko'ra, o'zini viqorini, erkak kishi o'zini haybatini o'shani oldida saqlab turgani yaxshi. Fazli bo'lmagan kishi boy emas. 1000 boy bo'lsin, lekin saxovati bo'lmasa, o'sha o'zidan orttirib bir ehson qila olmaydigan bo'lsa, bu boy hisoblanmas ekan. Kambag'algina bir yashashi oddiygina bo'lsa ham, lekin berishga qodir bo'lsa, o'sha beradigan bo'lsa, ana o'sha boy hisoblanar ekan. Ana o'zidan oshirib o'zgaga bera olgan kishi boy. Qancha mol dunyosi bo'lmasin, o'zidan oshmayotgan ekan, demak u hali kambag'al. Nimaga? Meni to'ymaganda, o'shaning uchun chiqarib bera olmaydi. Oshna og'aylar, o'rtoqlarning ichida ham shunaqalarni eshitamizda, falonchi deydi,
faloncha puli bor va mashinamning orqasida faloncha so'm turibdi. Maqtanishni biladi, lekin mana oshdami boshqadami qani chiqarib to'lavorchi desa to'lalmaydi, chiqara olmaydi. Nimaga? U hali ruschasi aytganda jimotda qisadi hamma yo'lni. Ahli ayol nafaqasiga ham qisadi, o'sha aytganimizdek go'sht qolmabdi endi dadasi go'sht olib keling desa 1 kilotga tuxum ko'tarib keladi-da. Demak, u hali kambag'al hisoblanar ekan. Asli boylik qanoatda ekan. Senga nima taqdir qilingan bo'lsa, shu keladi. Bizi taqdirimizga nima yozilgan bo'lsa, o'sha keladi. Bizi ajalimiz qachon bo'lishligi, hayot dunyoda qachon dunyoga kelishligimiz, nima ishlar qilishligimiz, qaysi uyda yashashligimiz, familiyamiz nima bo'lishi, hammasini Alloh taolo taqdirimizda yozib qo'ygan. Taqdirimizdan oshiqcha narsa ham bo'lmaydi, kam ham narsa bo'lmaydi. Alloh taolo belgilab qo'ygan nafasdan bitta ortig'ini ham ola olmaysiz. Kerak bo'lsa kirib qolsa qaytib chiqara olmaysiz. Alloh taolo yozgan paytidan. Shuning uchun nima taqdir qilingan bo'lsa, albatta shu keladi. Hech qo'rqmaylik. Biz mana hayotni misoli olaylik, bir sahna hayot misoli. Bizga yozib berilgan ssenariyimiz bor. Biz bu yerdagi faqatgina aktyorlarimiz xolos hayotdagi. Bizni Alloh taolo taqdirimizda yozib qo'ygan. Biz o'shani o'sha chiziqda ketib bajarib ketamiz. Biz o'zimiz xohlab bir narsa qila olmaymiz hech qachon. O'zimiz xohlab qila olmaymiz. Allohning aytgani bo'ladi nima bo'lsa ham. Va iymonda komil bo'lishligi, komil sur'atda bo'lishligi taqdirga rozi, rizochilik bilan bo'ladi. Ming yuguring, ming yeling Allohning buyurgani bo'ladi. Shuning uchun bu taslim bo'lishlik sifati musulmonning eng oliy sifati hisoblanadi. Rizqing seni izlaydi, xuddi sen rizqingni izlaganing kabi. Shuning uchun Alloh taoloni Razzoq degan sifati bor. O'rmalaganki jon borki, rizqini Alloh taolo kafildir. Alloh taolo shunaqangi hakim zotki, shunaqangi chevar zotki, siz bilan biz tasavvur ham qila olmaymiz ba'zi narsalar rizqini yetkazib berishlikda. Shaxsan o'zimizga ham rizq haqida hech qachon bandada g'am bo'lmaslik kerak. Rizq bandani izlab yurar ekan. Xuddi biz izlaganimiz kabi pul topishimiz kerak, tirikchilik qilishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak deb qanchada mol dunyo to'plashga kirishamiz-ku, rizq ham sizni bizlarni shunchalik izlab yurar ekan. Qo'rqqan kishi qo'rqqan narsasiga duch kelishi bilanoq qo'rqmay qoladi. Oddiy misol, bir imtihon topshirmoqchi bo'lsangiz, go'st topshirmoqchi bo'lsangiz, voditel bo'lasizmi, boshqa bo'lasizmi, imtihon topshirishda rosa qo'rqasiz, hayajon bosadi, boshqa bo'ladi. Bir xo'jayin bilan uchrashishlikda hayajon bosadi, qanday bo'lar ekan endi, qanday suhbat qanaqa kechar ekan, Imtihonga kirdingiz, birdan o'sha haybat, o'sha narsalar yo'qolib qoladi-da. Mana bu o'sha qo'rqqan narsaga yo'liqishingiz bilanoq o'sha qo'rqinch ketar ekan. O'zi qo'rqinch bormi o'zi? Psixologiyada aytilinadi, inson ong ostiga o'zi berib oladi qo'rquvni. Aslida qo'rquv yo'q narsa o'zi. Qo'rquv bo'lish kerak endi bu shar'iy tarafdan, iymonning zaifligidan, Allohdan qo'rqishlik, taqvo bilan bo'ladi qo'rquv. Kishi qavmiga yaxshilik qilish bilan ulug' bo'ladi. Ulug'likka erishmoqchi bo'lsak, qavmimizga yaxshilik qilsak, ana keyin ulug' bo'lar ekanmiz. Qalbning Allohdan boshqasidan umid qilmasligi jonning rohati. Hasbunalloh va ni'mal vakil deymiz. Bizni hisobimiz Allohga, o'zi qanday ham vakil zot. Bizni hisobimizni Allohga tavakkul qilib topshiradigan bo'lsak, haqiqiy rohat, jonni rohati o'shanda bo'lar ekan. Agar biz Allohga topshirmasak, bir musibat, bir qiyinchilik, bir qarzdorlik kelsa, unga yuguramiz, bunga yuguramiz, boshqa qilamiz. Ko'pchilikning oldida burdimiz pasayadi, ko'pchilikning oldida hurmatimiz pasayadi. Biz Allohga tavakkul qilishimiz kerak ekan, Allohga topshirishimiz kerak bo'lar ekan. Kishi baxtli do'st bilan baxtli. Do'stingiz qachon baxtli bo'lsa, agar haqiqatdan ham do'stim deb bilsangiz, ana o'shanda siz ham baxtli bo'lar ekansiz. Agar u do'stingiz baxtli bo'lmasa, baxtsiz bo'ladigan bo'lsa, noliydigan bo'lsa hayotdan, hech bir yaxshi shukronalik kayfiyat chiqmasa, siz ham o'shanga qarab mahzun bo'lib ketasiz-da. Yaxshiliklarni yoyish vositalarining eng kuchlisidir. Kim in'omlar bilan qo'lini ochsa, o'ziga berilgan ne'matni malomatdan saqlagan bo'ladi. Mana qarang, Alloh taolo berdi sizni bizga. Uni in'om qilsak, kimgadir ehson qilsak, infoq qiladigan bo'lsak,
ana u ne'mat keyin malomatga qolmas ekan. Bu dunyoda ham, qiyomatda ham. Misol uchun, mashinamiz bor. Mashinamizda ko'cha-ko'yda ehsoni bor-ku. Kimdadir shunda mashinaga chiqaringda to'sgan bo'lsa yoki ketadigan bo'lsa, boradigan manziligacha olib borib tashlab o'tib ketingda pul olmang. Qanaqa rohat qilasiz. Ana o'sha duo qiladi va mana shu in'omni yaxshisi bo'lar ekan. Ya'ni sizu bizga berilgan narsani shukrini ado qilishlik bo'lar ekan shu bilan. Kim dunyo mehrini o'ldirsa, muruvvatini tiriltiribdi. Qalbimizga kirib qolgan boylikni biz chiqarib yorib, dunyosanda bir o'tkinchi narsasanda, bir matohsanda biz o'tib ketamiz, sen qolib ketasanda, seni olib keta olmaymizda biz degan narsani qalbiga singdirib olgan inson haqiqiy muruvvatni tiriltirib olgan inson hisoblanar ekan qalbidagi. Ochiq yuzli bo'lish yaxshilikning avvalidir. Ochiq yuzli bo'lsak, tabassumuka sadaqa. Ya'ni bir birodaringga, mo'min musulmon birodarga kulib qarashlik ham bu sadaqadir. Ajr, savob yozilinadi. Ana shunga ham. Endi biz har doim hayotdan nolib, bir nedavolim bo'lib, yaxshi, xush kayfiyatda emas, doim qovog'imiz soliq yurilib, peshonalarimizga tirish tushib ketib, mana shuna qilib ham doim hayotdan nolib yuraveradigan bo'lsak, mana bu yaxshilik emas, bizga yomonlik bo'lar ekan. Ochiq chiroy bilan yaxshiliklar kelar ekan sizu bizlarga. Bandaning yaxshilikka yaroqli bo'lishi sukut qilishda, qarindoshlik aloqalarini bog'la. Alloh taolo adolatli bo'lishga, chiroyli amallar qilishga va silai rahmni bog'lashlikka buyuradi. Bu qarindoshchilik aloqalarini bog'lashlik ayni vojibni tiklashlik bo'ladi. Biz qarindoshlik aloqalarini bog'laydigan bo'lsak, xodimlaring ko'payadi. Ya'ni sizu bizni oldimizda bizga xizmat qiladiganlar ko'payadi. Kimning yaxshiligi yaqin bo'lsa, uning zikri uzun bo'ladi. Ya'ni tez va oson yaxshilik qiladigan odamni uzoq vaqt eslab yurishadi. Kimgadir yaxshilik qiladigan bo'lsangiz, kimgadir nafis tegadigan bo'lsa, u sizni ko'pchilik eslashadi-da, yaxshi odam edi shu deydi. Janozalarda mayit qanday odam edi deb qo'ysa, aytadi-yu, yaxshi odam edi deb qo'yadi. Mana shunga sabab bo'lar ekan. Kim bilandir birodar, do'st tutinadigan bo'lsak, bizni zimmamizda uni majburiyatlari tushar ekan. Ya'ni bu majburiyatlar nima desa, qiynalgan paytda dardini aytadi, bir musibat yetgan bo'lsa, bir nochorlik yetgan bo'lsa, bir qarzga kirib qolgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, sizdan yordam so'raydi. Demak, u bizni zimmamizdagi majburiyatimiz bo'lar ekan. Qachonlardir o'zingga qilingan yaxshiliklarni doim eslab yurgin. Bizga kim yaxshilik qiladigan bo'lsa, uni unutib yubormasligimiz kerak ekan. Bu unutib yuborishlik haqiqiy xudbinlik ishi bo'ladi. Agar sen kimgadir yaxshilik qiladigan bo'lsang, uni tezda unut. Ajrini, mukofotini biz Alloh taolodan kutishligimiz kerak ekan. Qachon mana yaxshilik qildim, qachon qaytarar ekan, uni yuziga solmaslik kerak vaqti kelib qolganda. Senga shuncha payt yaxshilik qildim, nonko'r ekansan, boshqa ekansan demaslik kerak, unutish kerak o'sha qilingan yaxshilikni. Senga qaratilgan yashirin rag'batni hushyorlik bilan ilg'a, ammo senga qarshi qaratilgan katta jinoyatdan ogoh bo'lsang-da, o'zini g'ofil tut. Yaxshi inson ekan, shu yaxshi bola ekan, yaxshi fe'li bor ekan desa, biz uni ilg'ashimiz kerak va o'shanga munosib bo'lishimiz kerak. Demak, sizni bizdan kimdir yaxshi odam ekan, shu saxiy ekan, qo'lida bor berar ekan, ota-onasini hurmat qilar ekan, oqil inson ekan deb kimdir biz haqimizda shuna fikr yuritadigan bo'lsa, demak o'sha narsani biz o'zimizda mujassam qilib yurishimiz kerak ekan. Tuppa tuzuk odam deb yuraverdim, rasvo ekansiz deydi-da, o'sha holatga qo'ymaslik kerak. Gunoh qilsang uzr so'ra, kechirim so'ra. Huzuringga uzr so'rab kelishsa, kechir. Ba'zi insonlar bor, hali yarashtiruvda deysizmi, boshqanda deysizmi, qo'ni qo'shnichilikda, amakivachcha boshqa narsa, qarindosh urug'chilikda ham bir xato, kamchilik o'tib qolgan, bir nima o'tib qolgan, uzr so'rab qo'ya qoling desa, unisi uzr so'ragisi kelmaydi. Bunisi kechirgisi kelmaydi. Mabodo uzr so'rasa ham kechirmayman deydi. Otib tashlasangiz ham kechirmayman. Kim bo'psan sen kechirmagani? Kim bo'psan kechirmagani? Alloh taolo G'afurur Rahim bo'lgan zot. Butun olamda Robbisi bo'lgan zot Alloh kechiradi-yu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qancha mushriklardan aziyat chekkan bo'lsa, qancha odamlar kechirim so'ragan bo'lsa, kechirib yuborgan, hali kechirim so'ramaganlarni ham kechirib yuborgan bo'lsa, endi biz kimmiz ularda oldida? Bizning nima amalimiz bor ularga yetadigan?
Biz kechirmaslikka umuman haqqimiz yo'q ekan. Birov kechirim so'radimi, kechirmasak bizga gunoh bo'ladi. Kechirishligimiz kerak bo'ladi. Ulug'lik alomati saxiylik bilan bo'ladi. Pastkashlikda alomati esa hamma narsani inkor qilaverish bilan bo'ladi. U bo'lmabdi u deydi. U bo'lmagan narsa deydi. Bitta gap gapirsangiz yonidan kesib chiqaveradi. Ana shunday odam bu pastkashlikda alomati hisoblanar ekan. Halimlikni ekkan salomatlik hosilini oladi. Siz halim bo'laversangiz, bir kun kelib sizga har doim salomatlik yetadi. Uning ayni paytdagi yomon holati davlatining orqaga ketganligi seni undan chetlashtirib qo'ymasin. Mana shunga hushyor bo'lishligimiz kerak. Qaysidir birodarimiz, qaysidir og'aynimiz, qaysidir do'stimiz, qaysidir silay rahmni qamrab olgan qarindoshimiz, modomiki unga bir musibat, tashvish, bir qarzdorlik, bir narsa yetib qoladigan bo'lsa, davlati borida yonida turodikmi, yo'g'ida ham yonida turib berishligimiz kerak. Bu haqiqiy do'stning sifati hisoblanadi. Haqiqiy mo'minlikning sifati hisoblanadi. Borida bor, yo'g'imda yo'q, jo'ralarim deydi-yu. O'shanaqa bo'lmaslik kerak ekan. O'sha insonga yaxshilik qilib qo'ydingiz, o'sha rosa qiynalgan, o'sha do'ppitor kelgan paytda, boshini qaytga urishni bilmagan paytda siz o'shani mushkulini oson qilib qo'ysangiz, bir qarzi bo'lsa, shuni bitta mashinangizni sotibmi to'lab yorib, ke Allohdan ajr deb kutadigan bo'lsangiz yoki umuman olganda ham bir musibatda yonida turib beradigan bo'lsangiz, ana o'shanda ikkita sizga foyda kelar ekanki, bittasi o'shani qalbi sizga doim moyil bo'lib qolar ekan, sizga qul bo'lib qolar ekan. Bu qul bo'lishlik nima desa, har doim sizni haqqingizga duo qiladi. Bir birodarim, shu birodarim meni qiyinchiligim borimda ham, yo'g'imda ham mana yonimda turib bergan bu do'stim. Yonimda turib bergan, bu sendan ketsam kechaman, bu do'stimdan kechmayman deydi-da keyin. Ana sizni haqqingizga duo qiladi, bu dunyoda ham, u dunyoda ham duo qiladi. Bu birinchi foydasi bo'lsa, ikkinchi foydasi sizni bu qilgan yaxshiligingizni baribir kimgadir gapiradi u, kimdir eshitadi va buni natijasida sizni darajotingiz odamlarning oldida ham ko'tariladi, maqtovga sazovor bo'lasiz, boshqalarning Alloh taoloning huzurida ham darajotingiz ko'tariladi. Chunki dunyo nimaniki sindirgan bo'lsa, uni yamab ham qo'yadi. Davlat qanday orqa o'girgan bo'lsa, shunday yuzlanib ham keladi. Kimdandir davlat qochgan bo'lsa, vaqti kelib shunday yuzlanib ham keladi. Kim yaxshilik urug'ini eksa, ekini albatta hosil beradi. Kim ozod hur insonlarga yaxshilik qilsa, yaxshiligi besamar ketmaydi. So'zimiz yakuni nihoyasini bir nasriy bayondagi o'git bilan tugatamiz. O'ch olmagin. Garchi qanchalik qudrat sohibi bo'lsang-da, sizni bizga kimdir yomonlik qilib qo'ydi, kimdir o'tkazib yubordi, lekin o'ch olmaylik. O'ch olishlik Allohga xos. Biz Allohga qo'yamiz va yana bitta narsaki, kuchingiz yetib turibdi, aqlingiz yetib turibdi, bemalol urib qo'yasiz, boshqa qilasiz, bemalol zulm qilish, bemalol qo'lini tiyib qo'yish boshqa qo'lingizdan keladi, lekin kuchliligingizni bilib turib, o'shanga indamay sukut qilib tark etib ketishligingiz eng oliy sifat, eng savobli sifat hisoblanadi. Chunki kechirish qudratli kishiga yarashadi. Haqiqiy qudratli inson, qalbida ginasi, kibri yo'q inson kechira oladi. Qalbida iymoni bor inson kechira oladi. Bir do'st gunoh qilsa, bir kishi ayb qilib qo'ysa, bir kishi zulm qilib qo'ysa, siz uni kechiring. Garchi u kechirim so'ramasa ham. Shoyatki Alloh taolo bilan yuzma-yuz kelganda bizni ham qilgan gunohlarimizni Alloh taolo kechirsa. Aqrizulloha qardon hasana deb keladi. Kim Alloh taologa, kim bandalarning ichida kim bor menga Allohga qarz beradigan deydi. Bu qarz berishlik, kimgadir yaxshilik qilishlik, kimgadir kechirib qo'yishlik, kimgadir manfaat keltirishlik. Biz kimgadir yaxshilik qilsak, Alloh taologa qarzi hasana bo'lib qoladi. Alloh taolo bo'ynida o'qigan yaxshiligimizni qaytarishlik. Aqulu qawli hadha va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Pok Parvardigor barchalarimizni ikki dunyo saodatiga musharraf qilgan, bilib bilmay qilgan xato, kamchilik, nuqsonlarimizni afv ayla, o'zing kechirgin, ikki dunyo saodatiga musharraf qilgan, ibodatlaringda vaqtida qoyim qilib yuruvchi bandalaring qatorida qilgin. Robbana ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil akhirah bi rahmatika ya arhamar